Hammaga assalomu alaykum do'stlar. YouTube'da noldan amerikanskiy kanal ochib, pul ishlashni sizlarga to'liq bepul tarzda mana shu odamlar, blogerlar kurslarni $100, $200 ga sotayotgan vaqtda bepul o'rgataman deb bir vaqtlar va'da bergandim. O'sha kun bugunga nasib qilgan ekan do'stlar. Inshaalloh bugun mana shu video roligimda YouTube haqida to'liq ma'lumot olasizlar va noldan kanalni ochib, to'g'ri so'zlab videoni yuklash kerak, qanday qilib yuklash kerak, avatarkalar, oformleniya hammasini mana shu videoda bugun o'rganib olasizlar, xudo xolasa. Shu do'stlar, shu berilgan va'damiz qolib ketmasin degan maqsadda bugun shu videoni qilaman do'stlar. Bu yerda aytiladigan so'zlarni juda ko'p blogerlar $100, $200 kurs evaziga sotishadi do'stlar. Shuning uchun bepul o'rgatyapti, ko'p sekretlarni aytmaydi deb o'ylamanglar. YouTube'da hech qanaqangi sekretlari yo'q, sizlar bilmagan, prosta hammasi YouTube'da cho'chilgan bepul, faqat o'shalarni bir qilib xudo xolasa o'rgataman. Shuning uchun bu narsaga jiddiy qaraysizlar degan umiddaman. Shu ancha muammolarim ko'payib ketib, o'zimni shaxsiy YouTube haqida boyagi aytgan sizlarga bergan va'damni ustidan chiqolmadim. Ya'ni ilgaroq 1 yil bo'lib ketdi, adashmasam. O'sha bepul обучающий kurs darslikka chiqara olmadim. Buning uchun ming bor uzr. Orada endi dadam o'tib qoldilar, otam, rahmatli dadam, yaxshi odam edilar, iloyim joylari jannatda bo'lsin. Shu bilan bu narsalar ko'ngilga sig'may qoldi ancha do'stlar. Shu hozir mana oradan 6-7 oy o'tib, sal o'zimga kelib, endi mana sekin yurg'izishni boshladim. Shuning uchun mana bugun o'sha va'dani bajaradigan kun keldi. Videoni boshlashdan oldin like bosib qo'ysanglar, inshaalloh men bu narsani hammasini oddiy telefon yordamida ko'rsataman. Sababi juda ko'pchilikda qo'lida faqatgina telefoni bor. Do'stlar, mana ko'rgan bo'lsanglar, iPhone ishlatmayman. Bu telefonim ham, bunisi ham syomka telefonim ham Redmi, bunisi ham Redmi do'stlar. Shu oddiy telefon. Hozir hamma telefonlarning kamerasi juda zo'r ishlaydi. Buning uchun обязательно iPhone olish shart emas yoki qandaydir оборудованияni, bo'ya chiroq degan narsalarni, mikrofonlarni olish shart emas. Mana hozir ham bir mikrofon pryamoy mana shuni meni o'zidan syomka qilyapman do'stlar. Shu ham ko'pchilikda kompyuter yo'q, shuning uchun ham telefondan ko'rsatganim ma'qul deb o'yladim do'stlar. Demak, tayyor bo'lsanglar, videoga like bosib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Yana do'stlaringizga ulashib qo'yinglar. Kimdan foyda olsa xursand bo'lamiz. Qaranglar do'stlar, hozir kursni boshlashdan oldin mana shu darsligimizni kimni haqiqatda YouTube'da pul ishlab, videolarni qo'yib, bloger bo'lmoqchi bo'lsa, haqiqatda niyati bo'lsa, hozir mana shu videoda qadamma-qadam men bilan boshlanglar do'stlar. Sababi ertaga desanglar qolib ketadi. Shoningni ertaga qilaman desanglar qolib ketadi. Bu 100% isbotlangan narsa. Shuning uchun ham mana videoni shoshilmasdan, udalit bo'lmaydi, shu turadi YouTube kanalimda. Pauzaga qo'yib, qadamma-qadam iltimos bajarib boringlar, shunda o'zingizga yaxshi bo'ladi, hech narsa qolib ketmaydi. YouTube'da 50%, bu meni shaxsiy fikrim, 50% narsa YouTube kanallar oformleniyasi, nastroykasiga bog'liq do'stlar. Undan keyin qolgani chiqaradigan videolaringiz tema sudasiga hisoblanadi, lekin boshida 50% mana shu yutug'ingiz bu to'g'ri nastroyka qilish bo'ladi. Shuning uchun ham qadamma-qadam ketinglar, iltimos yaxshi bo'ladi shunda o'zingizga. Tak. Hozir mana ekran zapisi yo'q, ama oddiy telefonda ko'rsataman do'stlar. Ekran zapisi yo'q deb mana. Birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladigan prilojenalar. iPhone bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, hammasi bor. Apple'da ham bor, App Store'da ham bor, Play Market'da ham bor. Menda Play Market do'stlar. Play Marketga kirasizlar. Birinchi bo'lib Tvorskiy Studio YouTube deganni skachat qilib olamiz do'stlar. Tvorskiy Studio YouTube skachat qilamiz. Undan keyin ikkinchisi mana Chrome degan prilojeniyani skachat qilib olamiz. Bu narsa hammada bo'lsa kerak. Bu ikkovini skachat qilgandan keyin обязательно endi YouTube misol ko'rib turgan bo'lsangiz, YouTube'ingizda ham bor. YouTube ham kerak bo'ladi. Undan keyingi bizga kerak bo'ladigan narsa tak, bu yerda mana bu hammanikida avtomatik uстановка bo'lgan bo'ladi. Do'stlar, mana bu yerga o'tkazamiz. Mana birinchisi Tvorskiy Studio, ikkinchisi Chrome, undan keyingisi mana YouTube o'zi, undan keyin mana Gmail pochta. Biz birinchi ishni mana shu Gmail pochtadan, ya'ni Gmail pochta ochishdan boshlaymiz. Buni ham ko'rsatib o'tay, bilaman, juda ko'pchilik buni o'zi biladi, bu narsani o'rgatish shart emas, prosta bilmagan odamlar uchun do'stlar. O'rayinada bitta odam bilmasa ham, o'sha odam uchun bu narsani ham ko'rsatib ketishim kerak. Birinchi mana Gmail pochta ochamiz.
kiramiz, использовать parol bosamiz. Tak. Agar sizda pochtangiz bo'ladi, обязательно просто yangi ochamiz do'stlar. Pochta eski pochtangizda bo'lsa ham yangi ochaveringlar yoki eski pochtangizning kodini, как положено boyagi nimasini bilsanglar, kodlarini bemalol o'shani ishlatsang ham bo'laveradi. Просто ko'pchilik men bilaman, kodlarini unutib qo'ygan bo'ladi, shuning uchun ham yangi ochamiz. Buning uchun mana eng pastida turadi добавить akkauntni bosamiz. Boshida mana Google проверка. Xo'p, undan keyin mana agar siz akkauntingiz bo'lsa, mana shu yozib turib kirgizib qo'ysangiz ham bo'ladi. Biz esa yangi ochamiz. Создать akkauntni bosamiz. Для личного использования. Esingizdan chiqmasin, o'shani bosamiz. Imya, familiya. Bu yerda imya, familiyani kanalingizga qanaqangi nom qo'ymoqchi bo'lsangiz, o'shanga o'xshash qilib ochsangiz ham yaxshi bo'ladi. Misol uchun bilmadim, qanday qilasizlar, o'zingizlar bilasizlar, imya, familiyaga. Endi amerikanskiy kanal ochamiz, shuning uchun tarjima qilib Googledan bu qilib mana shu yerga imya, familiyasiga kanalingizni nomiga moslashtirib ochsangiz yaxshi bo'ladi. YouTube darslik. Dali. Endi ikkinchisida boyaga tug'ilgan yilingizni, oyingizni kiritasiz. Bu yerda agar kimda kim 18 ga tug'ilmagan bo'lsa, iltimos 18 ga tug'ilganman deb hisoblab kiritib qo'yinglar. Bu narsa обязательно 18 ga kirgan bo'lishinglar kerak. Masalan, 28 oyini belgilaysizlar. Meniki o'zimnikini belgilab qo'yaman. God 1993-yilgiman. Kimdirlar meni yoshli o'ylashi mumkin balkim, lekin 32 ga kirib qo'ydik. Pol degan joyga mujni bosamiz, mushina. Dalini bosamiz undan keyin va bu yerda sizga variantlarni predlagat qiladi. Qaysi birini tanlaysiz? Mana yu darslik 2, darslik 338 yoki siz o'zingiz misol uchun osonroq bo'lsin desanglar, bu narsa hech kimga ko'rinmaydi. Keyinchalik reklama olmoqchi bo'lsangiz, mana shuni kiritib qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin mana men birinchi predlagat qilganini bosaman. Yu darslik 2 deganni dali. Endi parol prидумать qilasizlar do'stlar. Misol uchun parollarga shunday parol qo'yinglar, qaranglar do'stlar. Parolni birinchi bosh harfi katta harf bilan boshlansin, qolgani kichkina bilan ketsin. Tushunarlimi do'stlar? Misol uchun mana men nima deyishim mumkin? Misol просто misol uchun o'zimni ismimni qo'yishim mumkin. Mana Doston. Undan keyin pastiga mana teriya qilaman. 1990. Hech qachon tug'ilgan yilingizni, otingizni qo'ymang, просто bir premyer uchun qo'yayman. Bu narsani keyin o'zgartirib olsa ham bo'laveradi. Qiyinroq parol qo'yib va saqlanib qilib qo'ying albatta. YouTube darslik dalini bosamiz, undan keyin pastga tushamiz do'stlar, принимать. Bu birinchi etapimiz. Birinchi etapda mana shu bajariladi. Xo'p. Wi-Fi bo'lsa ham internet yaxshi ishlamayapti. Endi Rossiyada o'zingizlar bilasizlar, yaxshi ishlamaydi bu narsalar. Tak, bo'ldi do'stlar, ochildi. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz albatta biz birinchi bo'lib YouTube o'ziga kirib olsangiz yaxshi bo'ladi. Sabab bunda sizlarga osonroq bo'ladi kanalni ochish, keyin yoqqa kirib nastroykalarni to'liq o'rgataman. Shuning uchun birinchi YouTube ga kiramiz. Tak, YouTube ga kirdik. YouTube ga kirgandan keyin mana V degan joyi bor, o'shanga bosasizlar. Smenit account deganni bosamiz do'stlar. Smenit accountni bosganingizdan keyin boyagi yangi ochgan nimamizni chiqarib beradi. In tagida bo'ladi, o'shani bosib turib mana o'sha bu yangi ochgan pochtamizga kirdi do'stlar. YouTube'ga pryamoy o'zidan kiryapmiz, esingizda bo'lsin. Endi nima qilamiz? Mana bu yerda создать kanal degan joyi bor. Qarang, ko'rinib turibdi-da, bu o'sha qiyin emas. Mana создать kanal. Undan keyin birinchisida mana shu yerda o'zida avatarkani qo'ysanglar bo'ladi, lekin avatarkani boyagi kompyuterni versiyada ko'rsataman, shu telefonning o'zidan. Tak, endi bu yerga mana imya degan joyi bor, bu yerga imyaga обязательно boyagini yozishinglar shart emas, o'zingizlar kanalingizning temasi nima haqida bo'lsa, o'shanga moslashtirib nom topasizlar do'stlar. Endi qaranglar. Kanalning nomi bitta bo'lgani yaxshi. Misol uchun mana bu yerda YouTube darslik adin yozilgan-ku. Bitta bo'lib esda qolarli bo'lsa, zo'r bo'ladi. Eng zo'ri shu, misol uchun Mr. Beast eng zo'r YouTuber olaylik, o'shaniki ham Mr. Beast, to'g'rimi? O'shanga o'xshash bo'lsa zo'r bo'ladi. Men bu yerda mana YouTube darslik deb qoldiraman, psevdonim degan joyi bor-ku. Bunga ham kirib turib mana shuni o'zgartirasizlar keyin.
bo'sh bo'lsa-da, bo'sh bo'lmasa keyin o'zi predlagat qiladi yoki o'zingizlar tanlaysizlar. Xullas bu narsani saqlanib qilib qo'yamiz. Endi Sazdat kanal desak, kanalimizning oti YouTube darslik deb ochiladi. Mana Sazdat kanal bosamiz. Bo'ldi. YouTube'ning o'zini приложениyasidan kanalimizni ochib olganimizdan keyin qiladigan ishimiz оформлениyalarni to'g'rilab, hashtaglarni qo'yish va kanalni to'g'ri настройка qilish bo'ladi. Buning uchun Chrome'ga kiramiz do'stlar. Chrome'ga kirganingizdan keyin poyestga YouTube'ning o'zini saytini yozib kirasizlar. 3w.youtube.com deganni yozib kiramiz o'shanga do'stlar. Kirganimizdan keyin tepada 3 ta tochka bor do'stlar, o'ng tomonda. O'shanga bosasizlar va pastga tushirsanglar mana versiya для ПК degani bor, o'shanga bitishga qo'yasizlar va sizlarniki xuddi mana bunday bo'lib kompyuterni versiyaga o'tadi do'stlar. Buning uchun kompyuterni versiyaga o'tgandan keyin tepada mana добавить аккаунт degan joyi bo'ladi. Menda o'sha boyagi ilgarigi eski kanalim qo'shilgan, shuning uchun men просто bu yerda smenit akkaunt deyman, boyagi yangi ochilgan kanalni kirgizaman mana YouTube darslik. Bo'ldi do'stlar, xuddi mana shu tarzda biz YouTube va kompyuterning versiyasiga kiramiz oddiy telefon orqali Chrome'dan. Tak, endi qiladigan ishimiz boyagi tochkaga yana bosamiz. Avatarkachaga, kanallar avatarkasiga va просмотр kanal degan, просмотреть kanal deganni bosamiz do'stlar. Qaranglar, mana shu narsa chiqadi sizlarga ham va bu yerda Sazdat video tuda-suda qilmaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz настройка вид kanal deyapti. Kanalni ko'rinishini настройка qilish. Bosamiz. Bosganimizdan keyin mana загрузка bo'lib, mana добро пожаловать в творческий студию YouTube degani chiqadi do'stlar. Dalil. Endi mana shu yerda to'g'ridan to'g'ri mana kanallar оформлениясini qilsak bo'ladi, ya'ni avatarka qo'ysak bo'ladi, banner qo'ysak bo'ladi do'stlar. Buning uchun avatarkangni kanalingizga mos bo'lsin do'stlar. O'zingizlar endi uni tanlaysizlar. Hozir yoshlarga yoki любой odamga, o'zimizdan kattalarga ham bir surat qo'y deyish bir problem emas. Любой mana shu kanalingizni taniqli qilib turadigan bir avatarkaga bo'y surat qo'yamiz. Avatarka mana ikkinchisidagi pastda mana yu yozib turibdi-yu, o'sha yerga misol загрузить deb bosam hamma. Загрузить deb bosib telefonimda misol uchun bor любой suratlardan bittasini qo'ysam bo'ladi-da. Misol bu yerga mana men tak internetdan skachat qilganim bor ekan, o'shani qo'yib qo'yaman do'stlar, mana готов. Qirg'izistonning будущий nimasini. Boyagi stadionini rasmini. Endi mana avatarka qo'yildi. Sразу banner qo'yamiz do'stlar. Bannerga o'zini boyagi razmeri bo'ladi bannerlarning do'stlar. Buni ham misol uchun qanday qo'yishni sразу o'rgataman. Загрузить bosasizlar. Banner degani bu kanalingizga kirsa arqa fonda ko'rinib turadigan surat degani do'stlar. Misol telefondan kirsa o'zining telefoni formatida, kompyuterdan kirsa kompyuterning formatida, televizordan kirsa kanalingizga televizori formatida ko'rinib turadi. Buning uchun mana kirib turib добавить bosasizlar. Banner mana birinchidagi do'stlar, mana birinchida banner yozib qo'ygan, загрузить bosamiz. Bannerga nima qo'ysam bo'ladi? Endi bu любой misol uchun suratni qo'yib yuborsam bo'laveradi. Men sababi mana bannerni ko'ryapsizlarmi? Shunday tayyorlashinglar kerak. Bu yerda mana 3 ta bo'limga bo'lib qo'ygan do'stlar. Qaranglar. Birinchisi mana все устройства degani bu aynan telefonda ko'rinadi. Kichkinaligi ko'ryapsizlarmi? Qaysi mana shu kvadratning ichida banneringni bo'lish kerak. Mana shu kichkina kvadratning ichida. Ikkinchisi kompyuterning mana uzuni, uchinchisi televizor degani do'stlar. Ya'ni mana birinchisiga, birinchi kvadratimizga mos qilib banner yasashimiz kerak. Meniki mana o'zim mos turibdi. Buni готов bosaman do'stlar. Mana nima qilindi, to'g'rimi? Endi opublikovать deb turib buni saqlanib qilib olamiz. Mana biz sizlar bilan avatarka bilan banner qo'yishni o'rgandik. Kanalimiz chiroylikgina bo'ladi-da, endi bunday bir ko'rimliroq bo'ladi. Boyagiga qaraganda bir ko'rimsiz bo'lmaydi-yu, bo'ldi. Bu narsa saqlanib bo'ladi. Saqlanib bo'lgandan keyin mana pastda naзвание kanali bu yerda ham yana o'zgartirsangiz bo'ladi kanalning nomini, boya psevdonimni ham o'zgartirsangiz bo'ladi. Undan keyin описание kanal degan joyi bor do'stlar. Bu yerda описание kanaliga albatta kanalingizni, misol uchun kanalingizga birinchi kirgan odam описанияларni o'qiydi, описание degani bilsangiz kerak. Endi kanal haqida ma'lumotda qisqacha. O'shani endi inglizchada kanalingizga mos qilib o'zingiz boyaga Alice yordamida
perevod qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Shaxsan men shu Alisa yordamida perevod qilib qo'yaman bu yerga. Misol uchun mana bu kanal YouTube darslik bo'lsa, kanalga mos qilib, misol Alisaga kiramiz bo'lsa, buning uchun mana описаниеni qaranglar, qanday qilib yozishni o'rgatib kelinglar, bu ham oson bo'lsin. Buning uchun kimda Alisa bo'lsa Alisaga yoki bo'lmasa misol uchun kimda böyle ChatGPT bo'lsa ChatGPTga aytsa ham yozib beradi bo'lsa, mana men Alisaga kiraman. Mana nimaga bosib turib, mana qaranglar. Hozir ya'ni qaranglar, shunday deyman. Alisa, я открыл новый YouTube канал. Мне надо, чтобы ты сделал для него хорошее описание. Так, описание deganimdan keyin qaranglar. Boya virgul nima qo'yaman? Xavosi ichiga kanalim nima haqidaligini yozaman. Kanal mana shu temasi mana shu narsa haqida deyman. O'zi boyaga Alisa yaxshi chiroyli описание yozib beradi, do'stlar, qaranglar. Stроительный kanal deylik. Masalan uchun men o'zim stроительman, shuning uchun bu narsaga to'g'ri tushunaman. Shuning uchun sizlarning kanalingizda qanday bo'lsa, o'shanga yarasha zaпрос berasizlar mana. Так. Мой канал про малярка. Мой канал про малярка. Virgul qo'yaman. Строительный канал. Так, qilib yana boya qaus yopaman endi. Bo'ldi. Mana shu narsani bu Alisa tushunib oladi. Demak, kanalni boyagi temasi qandayligini tushundi. Endi qiladigan ishimiz yana davom etamiz yozish. Bu yerda nima deymiz, qaranglar. Biz amerikanskiy kanal ochyapmiz-ku, to'g'rimi? Bu Alisadan so'radim. Ruschasini boyagi ruscha описание yozib beradi. Avval ruschasini olib turib, endi mana shuni inglizchaga perevod qilib berayman. Bo'ldi, poyezga bossak bo'ladi. Alisa bizga yaxshi описание beradi mana. Mana описаниеni qaranglar do'stlar. Добро пожаловать на канал, посвященный всем aspektам малярной работы и отделка. Mana chiroyli описание. Ko'ryapsizlarmi? Mana. Endi qaranglar. Так, boyaga birinchi описаниеni просто kopировать qilib olib ham mana. Описаниеni men sizlarga ko'rsataman. Mana профессиональный малярный дело, малярная работа от A до Я deyapti. Juda zo'r описание. Misol uchun professional secret mana. Polni mana birinchida chiqarilgani bu eng zo'ri bo'ladi do'stlar. O'shani men kopiya qilib olaman. Просто mana bu yerga aytamanki, mana qaranglar. Alisa, переводи слово на английский язык. Bo'ldi mana. Переводи слово на английский язык degandan keyin yana qavusni bosib, boyagi kopiya qilib olgan nimamni stavit qilaman va qavus yopaman do'stlar. Bo'ldi mana. Jo'nataman. Boyagini xuddi mana inglizcha qilib polni to'liq mana nima qilib beradi. Ya'ni tarjima qilib beradi. Alisa to'g'ri tarjima qilib beradi, shu ma'no ham buzilmaydi-da do'stlar. ChatGPT ham shunday, farqi yo'q. Qaysini bilsanglar, shundan foydalansanglar bo'ladi. Bo'ldi mana. Professionalniy painting, business, короче, tуда-sуда, inglizchani bilmaganskiy deydi-ku. Kopировать bo'lsamiz, undan keyin boyagi tvorskiy studiyaga o'tib, boyagi nimagada endi Chrome'ga описание kanal degan joyga просто bosib turib, mana описаниеni qo'yaman do'stlar. Описаниеni qo'ygandan keyin ham на всякий случай men har doim publikovать qilib saqlanib qilib qo'yaman. Har bir etapda чтобы bir случай bo'lib chiqib ketib qolsa, yana boshqatdan yozib o'tirmaslik uchun hammasini saqlanib qilib boraman do'stlar mana. Описание qo'yildi, tunda-sуда hammasi bo'ldi. Elektronniy pochta degani bu pastda do'stlar. Bu yerga дополнительный elektronniy pochtangizni yoki hozirgi elektronniy pochtangizni kirgizib qo'ysangiz bo'ladi. Buni kirgizish shartmi desanglar, kirgizib qo'yish kerak do'stlar mana. Misol uchun bunday bosaman. Qaysi любой pochtamni bittasini men kirgizib qo'yishim mumkin bu yerga. Do'stlar mana. Undan keyin har ehtimolga qarshi men yana buni publikovать qilib turib, saqlanib qilib qo'yaman. Xo'p, endi qiladigan ishimiz. Pastda qaranglar. Bu yerda kanalni reklamniy logotipi bor do'stlar. Logotip degani endi bu logotip tushunasizlar, logotipi bor. Mana shu logotipga ham boyagi avatarkaga qo'ygan suratchingizni
kichikroq formatda qilib qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mana загрузитni bosib turib. Logotip degani nima degani? Misol uchun videongiz ketayotgan vaqtda xira bo'lib videoning tagida logotipingiz ko'rinib turadi. Brend ko'rinib turadi. Shuning uchun logotipni qo'yamiz do'stlar. Logotipga mana bosib turib o'zi mana telefonda kompyuterni bersa, o'zi mana shunday bir ishlamay suda bo'ladi do'stlar. Shuning uchun bu narsadan diqqat bo'lmaysizlar. Mana logotipga ham mana uni qo'yib qo'yaman. Готов. Bo'ldi, mana qarang, logotip qo'yildi. Endi publikatsiyani bosaman, saqlanib bo'ladi hammasi. Tak, birinchi etapni bajardik do'stlar. Birinchi nastroykani bajardik va bu yerda mana qarang, bu yerda aynan logotip bo'yicha sirazi tushuntirib o'tay. Logotipni qayerda ko'rsataylik, bo'yicha sizga yozib qo'ygan variantlarni bergan mana. Polni videoni umumiy video davomida qo'ysangiz bo'ladi. Mana oxiriga qo'yib qo'yaman, sababi shu yaxshi. Ko'p ham bir odamlarni nima jig'iga tegmaydi, jig'iga ham tegmaydi, sababi prozrachniy basharoroq bo'lib ko'rinib turadi. Tak, endi qiladigan ishimiz pastni qaranglar. Chap tomonda pastda nastroykani belgisi bor. O'shanga bosamiz do'stlar. Endi nastroyka boshlanyapti. Bu yerda birinchida mana valyuta degani dollar. Dollar bo'yi turaveradi do'stlar. Ikkinchisi kanal deganiga bosamiz. Kanalga bossangiz mana основной informatsiya, strana проживания degani bor do'stlar. Strana проживаниyaga esingini yoki nima deydi, Rossiyani qo'yib qo'ymanglar. Bu yerga Amerikani qo'yinglar, Norvegiyani qo'yinglar, farqi yo'q. Qayerga qo'ysanglar ham mana men misol uchun qayerga qo'yib qo'yaman? Keling, Norvegiyani topaylik, Norvegiyani qo'yib qo'yaymi? Yoki Amerikani, США. Xorvatiya, farqi yo'q. Xullas Yevropani davlatlaridan birortasini qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mana yaxshisi Dubay, Arabistonni qo'yib qo'yay, Dubay deyapman. Tak, mana birinchisini qaranglar. Kanal bo'limiga o'tdik, nastroyga kirib turib, strana проживаниyaga Arabistonni belgiladik do'stlar yoki Amerikani, farqi yo'q. Xullas O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, SNGni, Rossiyani qo'ymanglar, tamom. Buni bajargandan keyin saqlanibni bosib qo'ysanglar bo'ladi yoki qayta kirib turib, mana qayta kirib, sirazi bir deganda ikkalasini ham bajarib ketsanglar bo'ladi. Mana qaranglar. Ключевое слово mana. Ключевое слово yaxshilab esingizda qolsin. Ключевое слово degani yangi ochgan kanalinglarni bitta video qo'ysanglar sirazi rekomendatsiyaga chiqib ketishini ta'minlab beradigan narsa mana shu ключевое слово bo'ladi do'stlar. Ключевое слово degani kanal nima haqida, o'shanga tegishli so'zlar degani do'stlar. Misol uchun ключевое слово mana qaranglar. Buni ham Alisadan so'rasanglar bo'ladi. Chunki eng yaxshi boyagi nimalarni chiqarib beradi. Mana misol uchun teper mana boyagi so'rovimiz turibdi-ku sirazi mana. Теперь найди мне ключевое слово на этой теме. Bo'ldi mana. Poiskga bosamiz, mana ключевое слово, ya'ni inglizchada, ko'ryapsizlarmi? Inglizcha bo'lishi kerak. Kanal inglizcha bo'lgandan keyin ключевое слово to'liq ingliz tilida bo'lishi kerak mana do'stlar. Tarjimalari bilan ko'rsatib qo'ying. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu yerda bizni qiladigan ishimiz mana. Bu yerda faqat bitta nol degan tomoni bor. Ключевое словоlarni har birini alohida kopiya qilib qo'yib chiqish kerak do'stlar. Bu narsa agar kompyuter bo'lsa, sirazi belgilab qo'ysa bo'ladi-yu, bu yerda, lekin telefon bo'lgandan keyin mana painting birinchi kopiya qilamiz birinchini. Yoqqa o'tamiz do'stlar mana. Ключевое слово qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Qaranglar do'stlar mana. Masalan, ключевое словоni birdaniga yozib ketib bo'lmaydi. Yaxshilab qaranglar mana. Hozir mana yozdim-ku, bundan keyin siraj yozib ketib bo'lmaydi, balki biz pastdagi strelkani bir bosamiz mana. Qachon ключевое словоni yozganingizdan keyin mana strelkani bossangiz, yonida x belgisi tursa, x degani ya'ni o'dalat qilish degani. Mana shu ключевое слово yozildi degani. Endi bittani yozgandan keyin yana qaytib turib, Alisaga kirib, ikkinchi ключевое словоni qayta kopiya qilib yana bu yerga kirib mana shunday qilib mana xuddi mana shu tarzda ключевое словоlarni har birini alohida kirgizib chiqamiz do'stlar. Bu yerda birdaniga kirgizib bo'lmaydi. Ключевое слово degani bir misol uchun videoning nomi deganday gap do'stlar. Shuning uchun buni hammasini alohida kirgizib, strelkani bosib mana bunday qilib kirgizib chiqamiz. Bu yerda 500 ta harfdan iborat eng yaxshi ключевое словоlarni kirgizsanglar bo'ladi do'stlar. Misol uchun mana interyer
Painting degani bor. Bu albatta sizlar o'zinglarni kanalinglarni teminaga qarab boyagi ключевой slovalarni qo'yinglar. Menikini qo'yib tashamanglar. Meniki stroyka bo'lib ketdi-ku. Обучай ishidan. Undan keyin mana painting bir bola olib kopirovat qilaman. Xullas mana shu tarzda do'stlar ключевой slovalarni mana buni hozir polni qo'yib chiqaman. Sababi video prosmotr oladimi yo'qmi uni ham sizlarga ko'rsatishim uchun. Ana shu 500 tani to'liq qo'yib chiqaman do'stlar. Men bir narsaga erinmayman. Mana bitta kopiya qilib bu yoqqa kirib mana yana kopiyani qo'yib, xullas mana shu tarzda 500 ta nima tugaguncha eng boshidagi ключевой slovalarni men qo'yib chiqaman. Sizlardan iltimos do'stlar, mana shu ключевой slovo degan joyiga juda ehtiyot bo'linglar. Albatta yozinglar. Erinmayman. Mana shu narsa rekomendatsiyaga chiqishga sabab bo'ladi. Yana hashtaglar bor, ularni ham ko'rsataman albatta. 168 ta yozildi. Сохранitni bosaman, сохранit bo'ldi. Yana qayta boyagi настройкаga kiramiz pastagiga va kanal degan bo'limiga yana o'tib, kanal deganda mana основной informatsiyadan расширенный настройка deganiga o'tamiz. Расширенный настройка qarang do'stlar. Mana shu yerda ham juda ham e'tibor berishinglar kerak do'stlar. Sizlarni kanalingni qaysi mavzuda? Detskiy kanalmi, katta odamlar uchunmi? Mana shu narsani mana shu yerda belgilab qo'yishimiz kerak. Mana misol uchun meniki katta odamlar uchun, shuning uchun mana o'rtadagini bosaman. Net. Yo'q, meni kanalim yosh bolalarga emas deganni bosib saqlanib qilib qo'yaman. Bo'lmasa har bitta video qo'yganingizda suraveradi. Shuning uchun bu narsani mana shunday qilib saqlanib bosamiz. Yana chiqib ketdimiz-ku. Tak, mana kanal bo'limiga o'tamiz, расширенный настройкаga o'tdik va kanalimiz detskiy content emas deganni bosdik. Undan keyin avtomatik subtitr bu narsalarga ilashmaymiz, reklama, tuda-sudalarga ilashmaymiz, hech nimaga ilashmaymiz. Доступный funksiya deganiga o'tamiz do'stlar. Bu yerda qarang, 3 ta bo'lim bor. Birinchisi yoqilgan bo'ladi, ikkinchisini обязательно yoqish kerak. Sababi ikkinchisini yoqsanglar bu degani prosta telefon nomeri подтверждение qilib qo'yish kerak do'stlar. O'zingizning telefon nomeringizni, ishlab turgan telefon nomeringizni, farqi yo'q, qayerda bo'lsangiz ham O'zbekiston nomeri, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Rossiya nomeri ham bo'laveradi. O'sha nomerni prosta yozib turib подтверждение bosasizlar. Buning uchun mana подтвердить номер deganni bosasizlar, avtomatik mana bo'limga o'tadi. Ikkinchi boyaga nimaga, Chrome, ya'ni boshqatdan kiradi shu nimaga. Xullas mana Rossiya ham O'zbekiston belgilab turib bosib, dalini bosasizlar, kod keladi yoki telefon keladi. Telefonda kodni aytadi, o'sha kodni yozasizlar, prosta 6 tami, 4 tami. Bo'ldi. Shu bilan telefoningiz подтверждение bo'ladi. Nima uchun telefonni подтверждение qilish kerak desanglar, agar sizlar telefonni подтверждение qilmasanglar, kanalingdagi videolarga obloshka qo'ya olmaysizlar. Tushundinglarmi? Shuning uchun ham telefon nomeri обязательно kirgizib qo'yamiz do'stlar. Buni endi tushuntirish shart emas, prosta o'zi ketma-ket boyaga davom etsanglar o'zi qo'yilib ketaveradi. Nomeri prosta подтверждение berasizlar. Undan keyingisi qaranglar. Так, загрузить video degan bo'lim bor pastda do'stlar. Bu yerda misol uchun загрузить video bo'limida sizlar agar shorts kanal ochayotgan bo'lsangiz do'stlar, обязательно bu yerda названиеga emas, описаниеga, четко описание qilib turib, boyaga kanalga qildik-ku, faqat bu yerga hashtaglarni, nimalarni kirgizib turib, mana shu описаниеga yozib turib, saqlanib qo'yish kerak do'stlar. Bo'ldi. Hozir men sizlarga uni ham qayerdan olishni o'rgataman, qaranglar. Boyaga deydi, endi yana Alisada. Так. Алиса, теперь найди мне хэштеги по этой теме. Алиса, ты что, тупица? Найди мне английские хэштеги по этой теме. Вот подборка эффективных английских хэштегов. Bo'ldi, mana endi chiqardi do'stlar, mana 2 suv kishida o'sha. Bo'ldi, mana hashtaglarni bosamiz, qaranglar do'stlar. Bu ham sekretda, misol uchun ko'pchilik bu narsani qilmaydi-da, o'sha описаниеga yozib qo'ymaydi. Xullas do'stlar, boyaga Alisa chiqarib bergan hashtaglardan faqat inglizchalarini olamiz. Mana shu yerga qo'yamiz boyaga описание degan joyida. Shunda har bitta videoga biz описание yozib o'tirmaymiz-da, hashtag o'zi ko'tarib oladi do'stlar. Do'stlar, описаниеga hashtaglarni kirgizganimizdan keyin yana bitta muhim bo'lim bor, bu tag degan bo'lim do'stlar. Tag ham xuddi boya ключевой slovoga o'xshagan narsa, uni ham Alisadan so'rab turib, mana qaranglar, mana topib bergan, mana tag'i topib berdim.
eng oxiridagi mana tegilar, faqat tegini ham alohida boyagi ключевой slovani qildik-ku, o'shanga o'xshab alohida kopiya qilib mana ne qilib kiritib chiqish kerak bo'ladi mana tegilarni. Sababi tegida ham xuddi boyaga o'xshagan narsa bor-da. Mana tegini kiritgandan keyin strikan bo'lsa-da mana xuddi ключевой slovaga o'xshagandek bo'ladi. Buni ham alohida har bittasini kirgizib chiqish kerak. Bu bilan vaqt ko'p ketadi, lekin bu bilan siz birinchi qo'ygan videongiz ham juda ko'p prosmotr olib ketishi mumkin. Katta ehtimol bilan 3 ta narsa bor. Videoni birinchi yangi ochilgan kanalda videoni qo'ysangiz prosmotr olishiga 3 ta narsa sababchi bo'ladi. Birinchisi ключевое слово, ikkinchisi tegilar, uchinchisi hashtaglar. Kanalni YouTube mana shunga qarab auditoriyasiga rekomendatsiya qiladi. Shuning uchun hashtagi, tegini, misol uchun описаниеni qanday yozishni o'rgatdim, to'g'rimi? Endi bu yerda ham расширение настройка bor ekan. Mana bunga o'tsanglar, bunda yoziq, video, tuda, bu narsalar nima deydi? Vosm kerak emas bo'lsa, buni shundaycha qoldiramiz. Saqlanitni bosamiz, bu teglar, hashtaglar hammasi saqlanib bo'ldi do'stlar. Endi yana o'sha настройка bo'limiga kirib, разрешение deganni bosaylikchi, bu yerda bu kerak emas. Moderatsiya degan nimalar bu ham kerak emas. Согласение bo'ldi do'stlar. Kanalimiz xuddi mana shu tarzda to'liq настройка bo'ldi. Mana do'stlar, ko'rdinglar, kanalimiz to'liq настройка bo'ldi. Qaranglar do'stlar, 5 ta narsani asosan biz nima qildik? Bajardik. Bu yerda obloshka qo'ydik, undan keyin banner qo'ydik va hashtag, tegi, boyagi ключевой slovalarni hammasini kiritdik, nomeri подтверждение qildik. Ana shuni hammasini qilganimizdan keyin bemalol videoni yuklasanglar bo'ladi. Kanalingizning 100% настройкасы to'g'ri bo'ldi do'stlar. Birinchi qo'ygan videoyini ham prosmotr oladi. Endi navbat videoni yuklashga. Demak, YouTube ga kiramiz. Yangi ochgan оформленияларni cho'tka qilgan kanalimizga video yuklaymiz. Buning uchun so'zat videoni bosamiz, mana o'rtadagi plyusni bossanglar, so'zat boyaga videoga kiradi va eng birinchi kirsanglar shorts turadi do'stlar. Настройкада shorts turadi. Esingizda bo'lsin. Agar sizlar shorts video va reelslarni qo'ymoqchi bo'lsanglar, xuddi mana shu yerda добавить boyagi knopkasini bosib turib qo'yaverasizlar. Lekin katta video qo'ymoqchi bo'lsanglar, albatta video deganiga o'tish kerak mana. Mana shorts, video, efir degani bor bu yerda mana. Zapis degani bor, boyagi efir ham Telegramdagi boyagi YouTube'dagi nomeri подтверждение qilganimizdan ishlayveradi do'stlar. Tak, qaranglar. Biz shorts qo'yamiz. Shuning uchun shortsni belgilab, добавить bosamiz va qo'ymoqchi bo'lgan videomizni belgilaymiz, dalini bosamiz, undan keyin готово bosamiz. Video обработка bo'lgandan keyin birinchi qiladigan ishimiz mana shu videomizning ichidan eng yaxshi joyini tanlab olib, obloshkaga qo'yamiz. Mana dalini bosib turaman. Buning uchun tepadagi qalamchaga bosasizlar va videongizning ichidan eng yaxshi joyini tanlab, tiniq joyini, boyagi odamlar klikabelni joylarini nimaga obloshkaga qo'yish kerak. Buning uchun mana bunday yurg'izasizlar pastagini. Mana men pichog'imni, malyarni pichog'imni shina chiqqan paytini qo'yib qo'yay. Tak, bo'ldi mana. Yo'q, bo'lmadi. Tak. Tichkan bosmanman, isdan chiqibdi. Tak, mana do'stlar, tepada tichkani bosamiz, bo'ldi. Mana ko'ryapsizlarmi? Obloshka o'zgardi. Videoni o'zining ichidan chiroyli joyini qo'yasizlar. Endi naзванияni ham Alisaxonga o'tamiz. Tak. Birinchi ruschasini yoki o'zbekcha yozsangiz ham tarjima qilib beraveradi, farqi yo'q. Tak, ruschada misol uchun Alisa, переводи слово малярная работа на английский. Bo'ldi mana. Bosaman. Painting work bo'lar ekan do'stlar. Mana. Copyright bosaman va bu yerga mana painting work deganni yozaman. Prosta bosh harfi katta bo'lishi kerak buni. Unda belgisini qo'yaman. Bu videoning nomi do'stlar.
Endi videongizni nomi o'zingizni temangizga qarab bo'ladi. Uni ustini endi o'rgatish shart emas deb o'ylayman. Xuddi shunday moya Alisadan so'rab olasizlar yoki ChatGPTdan. Bu yerga 3-4 ta hashtag qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Shu temaga mos mana paintingni shart emasmi, shartmi desanglar qo'yib qo'yish kerak do'stlar birinchi videolarda. Keyinchalik qo'ymay qo'yamiz. Prosmotrlar, подписчиlar ko'paygandan keyin ikkita hashtag yozib qo'ydim mana. Shu temaga bog'liq. Kanalga boyagi videoga kechirasizlar. Обложкani qo'ydik. Ana endi qiladigan ishimiz prosta mana загрузить. Все. Загрузка bo'lyapti. Bu yerda mana bu yerda ko'rib tursanglar bo'ladi, qanday ketyapti. O'sha загрузка bo'lib video обработка boshlanib ketdi do'stlar. 3 minut deyapti. Обработка tez bo'ladi, 3 minut kutib o'tirish shart emas. Mana bu. Endi internetingizga bog'liq, загрузкасы, обработкасы internetga bog'liq emas. Tak, bo'ldi do'stlar. Endi mana Preti kanal deganiga kiramiz. Mana birinchi videomiz обработка bitta nima qilamiz, obnoyit qilamiz. Mana chiqdi do'stlar. Mana do'stlar YouTube kanalni ochib, to'g'ri nastroyga qilib, to'liq bajarib videoni qo'yishni ham o'rgatib qo'ydim. Endi 3-4 ta sekretlarni ham aytib qo'yaman. Qaranglar do'stlar, YouTube yangi ochilgan kanallarga shans beradi. O'zi rekomendatsiyaga chiqaradi, sizlar o'zingizning videoingizni ko'rmaydi. O'rtog'ingizga ham jo'natmaydi, boyaga gruppalarga ham jo'natmaydi, hech qayerga jo'natmaydi. Videoni yuklayni hozirgidek qilib, to'liq kanalni nastroyga qilib, hashtaglarni chotka qilib, o'zi video prosmotr oladi. Ko'rasizlar, men buni ham keyingi darsliklarda misol uchun ko'rsatishim mumkin. Qanday bo'ldi mana hozir qo'ygan videomiz. Chala-chuppa qildim-da, sizlar endi o'rgatdim, to'liq qilasizlar-da, to'g'rimi? Hashtag tegalarni to'liq 500 ta 5000 ta yozinglar. Shu do'stlar, birinchi qiladigan ishinglar videoni yuklagandan o'zinglar ko'rmaysizlar, yoqqa jo'natmaysizlar, bo'ldi. Videoni yukladinglar, chiqib ketinglar. Undan keyingi qiladigan ishimiz, qaranglar do'stlar, YouTube'ga shorts video qo'yadigan bo'lsanglar, kunda обязательно eng kamida bitta video qo'yish shart. Boshlanishida qo'yish shart toki 1-2-3 ming подписчик yig'maguningcha. YouTube'ga qaranglar. 15 kun ketma-ket 15 ta video qo'ydinglar deylik. Arada bir kun 2 kun qo'ymay qo'ysanglar bo'ldi. Ahvot o'ldi. Prosmotr keyingi qo'ygan videoni olmaydi. Shuning uchun ham yaxshilab, eslab, mana shu gaplarni kallangizga misol qo'yib olinglar do'stlar. YouTube'da shorts video bo'ladigan bo'lsa, обязательно kunda kamida bitta video qo'yinglar, bo'lmasa 2 ta qo'yinglar, 2 ta qo'ysanglar, birini kunduzi qo'yinglar, birini kech qo'yinglar. Bir xil vaqtda ketma-ket zanglatib urib yormayinglar. Albatta orasida 5-6 soat vaqt bo'lsin kamida. Endi 2 ta qo'yasizlarmi, 3 ta ham qo'ysanglar bo'ladi, lekin bir narsa bor do'stlar. Sizlarga 3 ta shorts qo'yishni maslahat bermayman. Bittadan qo'yaveringlar, iltimos. Bitta qo'yinglar yoki 2 ta qo'yinglar. Sababi boshida 3 ta qo'yib, keyin 2 taga kamaytirib, keyin bittaga qamaytirib, u narsa bo'lmaydi. YouTube boshida sizga shunga o'rgandimi, oxirgacha shunday ketish kerak iloji boricha. 3 ta bir slishkim bo'lib ketadi. 2 ta qo'ysanglar zo'r, vaqti dahshat bo'ladi. Men o'zim shaxsan 2 tadan video qo'yaman do'stlar. Endi qaranglar do'stlar, YouTube'da sizlar haqiqatan ham bir rezultatga chiqmoqchi bo'lsanglar, soqqa qilmoqchi bo'lsanglar, mana shu gaplarimni qulog'ingizga yaxshilab qo'yib olinglar do'stlar. Men sizlarni misol to'g'ri o'zimga yaqin olib aytyapman. Qaranglar do'stlar, YouTube'da mana hozir nastroyga hamma narsani o'rgandik, video yuklashni, videoni kuniga 2 tadan yoki bittadan обязательно qo'yishni aytdim, hammasini, nazvaniya hammasini tushundinglar. Endi bir narsa bor, YouTube'da rezultatga chiqmoqchi bo'lsanglar, bugun misol uchun birinchi qo'ygan videoinglar bilan ikkinchi qo'ygan videoinglarda hech bo'lmasa 0,5% o'zgarish bo'lish kerak yaxshi tomonga. Bugungi qo'ygan videoinglardan ertaga qo'yadigan videoinglar 0,5% bo'lsa ham zo'r bo'lish kerak. Tushundinglarmi do'stlar? Birinchi qo'ygan videoinglardan ikkinchi, uchinchi qo'ygan videoinglar zo'r bo'lish kerak. Ikkinchi qo'ygan videoinglardan uchinchi qo'ygan videoinglar ozgina zo'r bo'lish kerak. Misol uchun obложкасы zo'r bo'lish kerak yoki nazvaniyasi yoki montaji, videoni kачествоsi har bitta videoni birinchisidan ikkinchi videoni kuchliroq qilishga erinmasdan tayyorlayman. O'rganinglar mana shu narsani. Shunda mana aytdi deysizlar, bir oyda zo'r YouTube berib ketasizlar. Mana shu do'stlar, YouTube kanali ochib turib video yuklash bu juda ham oson narsa. Sizlar bilan Doston Baratov bo'ldi. Endi boyaga mana shunday qilib paytapni
darsliklarni inshaalloh qo'yib boraman. Bu birinchi darsligimizda YouTube'ni sozlab, ochib, kanalni birinchi videoni yuklashni o'rgandik. Endi sizlarga uyga vazifa bo'ladi do'stlar. Ikkinchi darsligim chiqquncha xuddi hozir o'rgatganimdek qilib shorts videolarni kunda qo'yib boraveringlar, farqi yo'q. Misol uchun ikkinchi darsligim bir haftadan keyin chiqadimi, 10 kundan keyin chiqadimi, farqi yo'q. Sizlar video qo'yishda davom etinglar. Boshqa hech nima qilmanglar. Hech narsa qilmanglar. Prosta shortsni bosinglar. 10 kundan keyin, bir haftadan keyin yana ko'rishamiz. Undan keyin dalshi nima bo'lishini ko'rsataman. Sababi o'zimda ham kanalim bor. 2 hafta oldin ochdim. Videolarni kunda bitta shorts qo'yib boryapman. Xudoga shukr, yaxshi 130 ta, 140 taga yetib qoldi podpischilar. Birorta odamga podelitsiya qilganim yo'q. O'zim ham videolarni ko'rganim yo'q do'stlar. Zo'r prosmotrlar 35 ming, 40 ming ham bo'lyapti, ko'z tegmasin yaxshi, lekin podpiska kam bo'lyapti. Nimaga? Sababi shortsdan podpiska kam keladi do'stlar. Shu keyingi videolarda endi paytabni o'rgatib boraman do'stlar. Bu yerda hozir bitta hammasini shuni bilganing demayman do'stlar. Ko'p narsa bilganlarim bor, inshaalloh hammasini o'rgataman. Prosta birinchi qiladigan ishing shu do'stlar. Videolarni qo'yib boringlar, keyingi darsliklar ko'rishguncha xayr. Telegramga o'tinglar, bu yerda agar kimniki aroda reski misol uchun 2-3 kunda bilib bo'lmaydi-da, bitta video millionga ko'tarilib ketsa-da kimnikidir. Ular bilan individualni ishlaymiz, ya'ni alohida ishlaymiz o'sha Telegram kanalda. Shuning uchun Telegram kanalga o'tib qo'yinglar. Men ishdaman do'stlar. Bugun ataylar mana shu videoni yozish uchun uyga, kvartiraga, simyonalga ham bormadim. Bugun bormayman dedim. Obunachilarga mana darslik olishim kerak. Do'stlar, shu YouTube'da inshaalloh mana shu YouTube'ni to'liq o'rgatadigan birinchi bepul kanal bo'lamiz deb umid qilaman do'stlar. Shu YouTube'da pulli darsliklarni olib nimani o'rgansa odamlar hammasini men sizlarga bepul o'rgataman. Evaziga hech nima xohlamayman. Prosta sizlarni aldinglarda xijolat bo'lib qolganman-da, o'rgataman deb 1 yil oldin aytgandim. Bo'lmay qoldi-da, endi sharoit to'g'ri kelmay qoldi, aytdim-ku. Shuning uchun bepul xudo xolasa o'rgataman. Kelajakda inshaalloh misol endi u ustoz deb bilsang, endi navoda endi o'zingizga yaxshi bo'lib, mana birgalikda ishlab yaxshi proyektlarni qilamiz. Shu unda ham bunda teng huquqli bo'lib proyektlarni qilamiz-da, unaqa men o'rgatganman, bunday edi, sen buncha foiz emas. Minusga kirsak ham birga kiramiz, plusga chiqsak ham birga chiqamiz. Salomat bo'ling.